أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم 27 sura Naml Mekkede nazil bo'lgan 93 oyat. Nəhayət şəfqətlik, mehriban Allah'ın ismi bilan başlayman. Ta sen bu Qur'onning va ro'shan kitobning oyatlaridir. Mu'minlar uchun hidoyatdir va xushxabardir. Shundoq mu'minlarki, ular namozni ado qiladi, zakot beradi va oxiratga jazman ishinadi. Oxiratga ishonmaydiganlarga ularning amallarini haqiqatan chiroyli ko'rsatdik. Ular gumrohliklarda tangirqab yurishidi. Ular dunyoda qattiq azobga duchor bo'ladi, oxiratda ular eng ziyon tortquvchilardir. Sana Qur'on albatta hikmat bilan ish qiluvchi, hammani bilguvchi Alloh tarafidan beriladi. O'z vaqtida Musa ahlisiga "Men haqiqatan o't ko'rdim. Men o'tning yeniga berib yo'l to'g'riliq bir xabar o'qib kelay yoki sizlarning isinishinglar uchun o'tdan bir cho'q ep kelay" dedi. Musa o'tning yeniga kelganda mundaq nido anglandi. Alloh o'tning yenidagi kishini va o'tning atrofidagilarni muborak qildi. Olamlarning Parvardigori Alloh pokdir. Ey Musa, shubhisizki men g'olib, hikmat bilan ish qiluvchi Allohdirman. Hasangni tashlag'in. Musa hassining go'yo ajdahodek tez harakatlanayotganligini ko'rganda orqasiga burilib chekindi. Keyniga yana qo'rqindan ajdahoga qarayolmadi. Alloh aytdi: "Ey Musa, qo'rqmag'in, mening huzurimda payg'ambarlar albatta qo'rqmaydi. Lekin kimki o'ziga zulm qilsa, ondan yomon amallarni yaxshi amalga o'zgartsa, men uningga nihoyat mag'firat qiluvchiman, nihoyat mehribondirman. Qo'lingni qo'yningga sog'in. O ish qandoq illatsiz oppoq bo'lib chiqadi. Bu mening Fir'avn va uning qavmiga ep berishing uchun bergan 9 mo'jizamning ichidadir. Ular haqiqatan fosiq qavm edi. Ularga bizning nurg'un ro'shan oyatlarimiz nozil bo'lgan chaqda, ular bu ro'shan sehrdir dedi. Ular o oyatlarni ichida e'tirof qildi. Lekin ular uni zulm va takabburlik qilish yuzasidan inkor qildi. Buzg'unchilarning oqibatining qandoq bo'ladiganligiga qaragan. Biz haqiqatan Davudga, Sulaymonga dunyo va din ilmlaridan keng ilm ato qildik. Ular aytdi: "Jimi hamd sana bizni nurg'un bandalardan ortiq qilgan Allohga xosdir." Sulaymon payg'ambarlikda, ilmda, podshohlikda otasi Davudga varislik qildi. O ey insonlar, bizga qushlarning tili ta'lim berildi. Dunyoning ne'matlaridan hamma narsa ato qilindi. Bu albatta Allohning ro'shan ihsonidir dedi. Sulaymonning jillardan, insonlardan va qushlardan bo'lgan qo'shinlar to'plandi. Sulaymon alayhissalom ularning oldida dabdaba bilan mang'atdi. Ular tartiblik o'rinlashtirilgan edi. Ular Shamdagi bir chumolilar vodisiga yetib kelganda bir chumoli aytdi: "Ey chumolilar, o'g'ilringlarga kirib ketinglar. Sulaymon va uning qo'shini uqmasdan sizlarni yanchib o'tmasin." Sulaymon chumolining so'zidan tabassum qilib kuldi va aytdi: "Parvardigorim, sen meni menga va ota-onamga bergan ne'matingga shukr qilishga, sen rozi bo'ladigan yaxshi amalni qilishga muvaffaq qilgin. Rahmating bilan meni yaxshi bandalaring qatoriga kirgizgin." O qushlarni ko'zdan kechirgandan keyin aytdi: "Menga nim bo'ldi? O'pibni ko'mayman-ku yoki uyqab ketdimi? Uni cho'qim qattiq jazolayman. Ya uni cho'qim bo'g'izlayman, ya cho'qim yo'qab ketganligini aqlaydigan bir ro'shan dalil keltirdi." Uzoq o'tmay o'pib keldi. O aytdi: "Men sen bilmagan ishni bilib keldim. Sana men Sabadin, ya'ni Yamandagi Saba shahridan muhim bir xabar olib keldi. Men haqiqatan ularga, ya'ni Saba aholisiga bir ayolning, ya'ni Bilqisning podshohlik qilayotganligini ko'rdim. Uningga o'ziga va saltanatiga kerakli hamma narsa berilgan ekan, o cho'ng taxtiga ega ekan. Uning va qavmining Allohni qo'yib quyoshga cho'qinayotganligini bayqadim. Shayton ularga qilmishlarini, ya'ni Allohni qo'yib quyoshga cho'qinganliklarini chiroyli ko'rsatdi. Ularni to'g'ri yo'ldan to'sdi, ular hidoyat topmaydi. Ular osmonlardagi va zimindagi sirlarni oshkorlag'uvchi, sizlarning yoshirin va oshkora ishlaringlarni bilib turg'uvchi Allohga sajda qilmaydi. Allohdan boshqa hech iloh yo'qdir. U buyuk arshining parvardigoridir." Sulaymon aytdi: "Sen rost da'vatamsan,
yo yolg'onmi qaraymiz. Bu xitimni elib berib ularga tashlagan. Ondan ulardan neraroq joyda yo'shirinib tur. Ularning qanday javob qaytardiganligiga qaragin. O yana Belqis etdi. Ey ulug'lar, menga haqiqatan Sulaymondan bir parcha qimmatli xat keldi. Uning mazmuni shuki, nihoyat shafqatlik va mehribon Allohning ismi bilan boshlayman. Sizlar menga haqoratlik qilmanglar. Mening oldimga musulmon bo'lgan holda kelinglar. O yana Belqis etdi. Ey ulug'lar, mening bu ishimda maslahat beringlar. Sizlarni ustida qo'ymay turib, hech ishni bekitganim yo'q. Ular etdi, biz kuchlik va jangovarmiz. Ish sening ixtiyoringdadir. Bizni nimaga buyuradiganligingni o'ylab ko'rgin. O yana Belqis etdi. Shubhisizki, podshohlar biror shaharga hujum qilib kirsa, uni xarob qiladi, shaharning mo'tivar odamlarini o'ldirish, asirga elish va surgun qilish bilan xor qiladi. Ularmi shunday qiladi. Men cho'qim ularga sovg'a avatiman, elchilarning nima xabar olib keladiganligiga qarayman. Elchi Sulaymonning oldiga yetib kelganda, Sulaymon etdi. Sizlar menga mol bilan yordam qilmoqchimi? Allohning menga berganlari sizlarning berganlaringlardan yaxshidir. Balki sizlar sovg'anglar bilan ko'ranglab ketisizlar. Sen qaytib ketgin, ularning ustiga ular taqobil turolmaydigan bir qo'shin bilan cho'qim boramiz. Ularni yurtidan xor, kamsitilgan holda cho'qim chiqarib etamiz. Sulaymon etdi. Ey ulug'lar, ular mening qishimga musulmon bo'lib kelishdan burun, sizlardan kim uning taxtini olib keladi? Jindim bo'lgan ifrit etdi. Men uni o'rnimdan turishdan burun sana olib kelaman. Men uni olib kelishga albatta qodirman, ishonchlikman. Nozil bo'lgan kitobni cho'nqir biladigan zot, ya'ni Asab ibn Burxiya, uni men sana ko'zingni yumib ochqicha olib kelaman dedi. O duo qilib edi. Taxt darhol oldida hozir bo'ldi. Sulaymon taxtning yenida turganligini ko'rganida, bu Parvardigorimning menga qilgan ihsonidir. O shukr qilamdim, ya tuzkorlik qilamdim. Buning bilan meni sinadi. Kimki shukr qiladi ekan, o o'zining foydasi uchun shukr qiladi. Kimki tuzkorlik qiladi ekan, bilish kerakki, haqiqatan Parvardigorim uning shukr qilishidan behojatdir. Allohning karimi kengdir dedi. Sulaymon Belqisning yetib kelishi yaqinlashgan vaqtda uning aqlini sinash yuzasidan etdi. Uning yana Belqisning taxtining shaklini o'zgartinglar. O taxtni tonimamdi qaraymiz. Belqis kelganda uningga sening taxting mushundaqmi deyildi. O shudek turdi dedi. Sulaymon Allohning ne'matini so'zlash yuzasidan etdi. Uningdan yana Belqisdan burun bizga Allohni va Allohning qudratini bildiradigan ilm berildi. Biz musulmon bo'ldik. Uni Allohni qo'yib cho'qingan narsalari Allohga ibodat qilishdan to'sdi. Chunki u kofir qavmdan edi. Uningga yana Belqisga saroyga kirgin deyildi. O saroyni cho'ng suv deb gumonlanib, kiyimini ko'tarib ikki pochiqini ochdi. Sulaymon etdi. Shubhisizki, o aynakdan yasalgan saroydir. O yana Belqis etdi. Parvardigorim, men haqiqatan Allohga sherik keltirib, quyoshga cho'qinish bilan o'zimga zulm qildim. Sulaymon bilan billa olamlarning Parvardigori Allohga bo'ysundim, ya'ni Sulaymonning diniga ergishib islomga kirdim. Biz haqiqatan Samudga, ya'ni Samud qabilasiga nasab jihatdan qarindishi Solihni payg'ambar qilib avatdik. Solih Allohga ibodat qilinglar dedi. Uzun o'tmay ular jidallashadigan ikki guruhga bo'linib ketdi. Solih etdi: "Ey qavmim, sizlar nimishqa rahmatdan burun azobning kelishini tilaysizlar? Sizlar rahmatga erishishinglar uchun nimishqa Allohdan mag'firat talab qilmaysizlar?" Ular etdi: "Bizga kelgan qahatchilik sening va sen bilan bo'lgan kishilarning shumligidan keldi." Solih etdi: "Sizlarga keladigan yaxshi yomonlik Alloh tarafidan keladi. Balki sizlarni Alloh sinaydi. Shaharda, ya'ni Hijrda yer yuzida buzg'unchilik qiladigan, isloq qilmaydigan 9 nafar kishi bor edi. Ular o'zaro Alloh bilan qasam qilinglar dedi. Ular etdi: "Bir kechida Solihni va uning tavallarini cho'qim o'ltirayli. Ondan cho'qim uning yana ularning egisiga, o o'ltirilgan chaqda biz ustida emas edik, biz haqiqatan rostchilmiz deyli." Ular Solihga qarshi suiqasd planladi. Ularning halok bo'lishini tiziltish uchun suiqasdi uchun tuyuqsiz jazoladik. Ularning suiqastining oqibatining qanday bo'lganligiga qarag'anki, ularni va ularning qavmini butunlay halok qildik. Ular zulm qilganliklari uchun
Ana ularning o'ylari odam zotini xoli bo'lib qoldi. Allohning qudratini biladigan qavm uchun buningda cho'ng ibrat bor. Solih bilan iymon etgan va taqvodorlik qilganlarni azobdan qutqizdik. Lotning qissasini bayon qilgan. Ayni zamonda Lot o'zining qavmiga aytdi: "Sizlar bilib turib qabih ishlarni qilamsizlar? Sizlar ayollarni qo'yib, jinsiy talbonlarni erlar bilan qondiramsizlar? Balki sizlar nodon qavmsizlar." Ularning birdan bir javobi Lotning tavallarini shahardan haydab chiqaringlar, ular pok kishilardir deyishdan iborat bo'ldi. Biz uni va xotinidan boshqa tavallarni qutqizdik. Taqdirimiz bilan uni, ya'ni Solihning xotinini azobga qo'g'uvchilardan qildik. Ularning ustiga biz yomg'ir, ya'ni tosh yog'dirdik. Ogohlantiriluvchilarga yog'dirilgan yomg'ir nima degan yomon? Jimi hamd sana Allohga xosdir. Uning payg'ambarligiga tanlagan bandalarga omonlik tilayman degan. Allah yaxshimi yoki ularning sherik keltirgan butlari yaxshimi? Osmonlarni va zaminni yaratgan, sizlarga bulutdan yomg'ir yog'dirib bergan, uning bilan go'zal bog'larni yetishtirib bergan kim? O bog'larning daraxtlarini o'stirish sizlarning qo'linglardan kelmaydi. Allohdan boshqa iloh bormi? Boshqa iloh yo'qdir. Ular haqiqatdan burilib ketgan qavmdir. Zaminni insonlarga va hayvonlarga turalg'u qilgan, uning turli taraflarida daryolarni oqqizgan, uning ustiga tavrab ketmasligi uchun tog'larni o'rnatgan, ikki dengiz orasida, ya'ni tatliq suv bilan sho'rliq suv orasida aralashib ketmasligi uchun to'saqlarni qilgan kim? Allohdan boshqa iloh bormi? Boshqa iloh yo'q. Ular ya'ni mushriklarning to'lisi bilmaydi. Beshig'i kunjishgan odam duo qilsa, uning duosini ijobat qiladigan, uning beshig'i kelgan ig'irchilikni ko'tarib yetadigan va sizlarni zaminning o'rinbosarlari qilgan kim? Allohdan boshqa iloh bormi? Sizlar ozg'ina vaz-nasihat olasizlar. Quruqliqning va dengizning qorong'uliqlarida sizlarga yo'l ko'rsatib beradigan, rahmatidan, ya'ni yomg'ir yog'dirib berishdan ilgari shamollarni bishorat qilib avatadigan kim? Allohdan boshqa iloh bormi? Hech iloh yo'qdir. Allah ularning sherik keltirgan narsalardan pokdir. İnsonni dastlabda xalq etgan, ondan uni tirildiradigan kim? Sizlarga osmondan va zamindan rizq beradigan kim? Allohdan boshqa iloh bormi? Hech iloh yo'qdir. Aytqinki, agar da'voyinglarda rostchil bo'ladigan bo'lsanglar, dalillaringlarni keltiringlar. Allohdan bo'lak osmonlardagi va zamindagilar g'aybni bilmaydi. Ular ya'ni xaloyiq qachon tirildiganliklarini bilmaydi. Ularning oxirat to'g'risidagi ilmi pishib yetildimi? Undaq emas. Ular oxirat to'g'riliq gumondadir. Ular oxirat to'g'riliq ko'rdir. Kofirlar yana qayta tirilishni inkor qiluvchi Makka mushriklari aytdi. Biz va bizning ota-bobolarimiz to'pi bo'lib ketgandan keyin qabrlarimizdan tirilib cho'qim chiqirilamdiq. Haqiqatan bizga va ota-bobolarimizga ilgari qayta tirilish va'da qilingan edi. Bu faqat burunqilarning qissalaridir. Sen bu kuffarlarga aytqin, zaminda sayr qilinglar, gunohkorlar, ya'ni payg'ambarlarni inkor qiluvchilarning oqibatining qandoq bo'ladiganligiga qaranglar. Ularni Alloh halok qilmadimi? Ilgirki kuffarlarning beshiga kelgan kun, keyingi kuffarlarning beshig'imi keladi. Ey Muhammad, sen ularning iymon etmaganligidan qayg'urmagin. Ularning hilm-ikridan ishing pushmasin. Alloh seni ularning sharridan saqlaydi. Ular agar so'zinglarda rostchil bo'lsanglar, sizlar bizga va'da qilgan azob qachon tushidi deyishidi. Sizlar oldirab ketgan azobning bir qismi sizlarga yaqinlashgan bo'lishi mumkin degan. Parvardigoring insonlarga haqiqatan marhamatlikdir. Lekin ularning to'lisi Parvardigoriga shukr qilmaydi. Parvardigoring ularning dillarida yoshirganlarini va oshkor qilganlarini shak shubhasiz biladi. Osmon zaminda lavhul mahfuzga yozilmagan hech bir sir yo'q. Payg'ambarlarning tuganchisi Muhammad alayhissalomga nozil bo'lgan bu Qur'on haqiqatan Isroil avlodiga ularning ixtilof qilishgan narsalarining ko'pini bayon qilib beradi. Qur'on mu'minlar uchun haqiqatan hidoyatdir va rahmatdir. Shubhasizki, Parvardigoring ular, ya'ni Bani Isroil avlodining orasida qiyomat kuni adil hukm chiqaradi. Alloh g'olibdir, bandalarining ishlarini bilguchidir. Allohga tavakkul qilgan, ya'ni ishingni Allohga topshirg'in. Hamma ishingda Allohga yo'langin, Alloh senga madadkordir.
Ey Muhammad, shubhisizki sen ro'shan haqdan ustidursan. Sen o'liklarga va yuz o'rgan g'aslarga da'vatingni anglolmaysan. Sen dili ko'rlarni gumrohlikdan ayirib hidoyat qilolmaysan. Sen da'vatingni faqat bizning oyatlarimizga iymon etib musulmon bo'lganlarga anglatalaysan. Ular ya'ni kuffarlarga oldin ola aytilgan so'z ishqa oshganda, ya'ni azob va qiyomat yaqinlashganda ularga zimindan bir turli hayvonni chiqaramizki, u ularga insonlarning bizning oyatlarimizga ishonmaganligini so'zlaydi. O kunda har ummatning ichidan bizning oyatlarimizni inkor qilganlardan bir to'p odamni hisob elish va jazolash uchun yig'imiz. Oldikayni yig'ilg'icha ular to'xtatib turiladi. Ular Allohning dargohiga kelgan chaqlarda Alloh ularga sizlar to'liq bilmay turib mening oyatlarimni inkor qildinglarmi? Sizlar amr qilingan narsalardan zodin nimalarni qildinglar deydi. Ular o'zlariga zulm qilinganliklari uchun ularga azob haqliq bo'ldi. Ular o'zlari bo'lmaganligi uchun so'z qilolmaydi. Ularga kechini aram oladigan vaqt qilganligimizni, kunduzni hayotlik yo'lida harakatlanish uchun yo'riq qilganligimizni ular uqmamdi. Buningda iymon etadigan qavm uchun Allohning qudratini ko'rsatadigan nurg'un alomatlar bor. U kunda so'rchilanadi. Allah xalqlardan boshqa osmonlardagi va zimindagi hammani qo'rqinch bosadi. Hamma Allohga bo'ysungan holda keladi. Tog'larni turg'un holatda gumon qilasan. Halbuki ular bulutdek cho'gilab turadi. U hamma narsani puxta yaratgan Allohning hunuridir. Allah haqiqatan sizlarning qilmishinglardan to'liq xabardordir. Yaxshi ish qilganlar qilgan yaxshiligidan o'ndanroq mukofotga erishadi. Ular bu kunda qo'rqinchdan aman bo'ladi. Yaman ish qilganlar do'zaxga yuzi bilan tashlanadi. Sizlar faqat qilmishinglarga yarasha jazolansizlar yoki mukofotlansizlar. Ey Muhammad, aytqinki, men faqat Alloh hurmatli qilgan bu shahar, ya'ni Makka mukarramning Parvardigoriga ibodat qilishga buyurildim. Hamma narsa Allohning mulkidir. Men musulmonlardan bo'lishga, Qur'on o'qishga buyurildim. Kimki hidoyat topadi ekan, u o'zining foydasi uchundir. Kimki ozidi ekan, uning vaboli o'ziga bo'ladi. Sen uningga aytqinki, men faqat ogohlantiruvchilardanman. Ey Muhammad, aytqinki, jimi hamd sana Allohga xosdir. Alloh sizlarga qudratini ko'rsatib beradigan alomatlarini ko'rsatdi. Sizlar ularni tonish foyda bermaydigan chaqda tonaysizlar. Parvardigoring sizlarning qilgan amallaringlardan g'ofil emasdir.